Assalomu alaykum hammaga. Sizlarni yana bir bor Abu Bakr Live kanalida ko'rib turganimdan benihoyat xursandman. Xo'p, bugun kecha tunda bo'lib o'tgan asosiy o'yin El Clasico haqida o'z fikrlarim bilan bo'lishmoqchiman. Va bu o'yinga qanday misol berishni, qanday ta'riflashni bilmadim-u, lekin men aytmoqchi bo'lganim bu har ikkala jamoaning asl holati. To'qnash keldi. Ha, bori shu edi jamoalarni. Barselonani ham bori shu, Real Madridni ham bori shu edi va o'zining hozirgi asl formasida o'ynaydi har ikkala jamoa. Va hozir men aynan Real Madridga birinchi to'xtalib o'tmoqchiman. Endi unga to'xtalganda birinchi Xabi Alonsodan kelish kerak. Bu shart. Jamoalar o'rtasidagi jahon chempionatida Xabi Alonso Gonzalo Garsiani bir qurol vazifasida ishlatgan edi. Uni to'purar qildirgan edi va La Liga boshlanganda, Ispaniya kuboklari boshlanganda ham uni tushirib o'yin amaliyoti berib turgan edi Xabi Alonso. Ya'ni formasini nisbatan ushlab turishga va muhim pallada o'yinga tushirgandan o'ynab ketishi uchun mana shunday uslubda ushlab turgan edi. Ammo Xabi Alonso ketgandan keyin Gonzalo Garsia deyarli o'yinga tushgani yo'q va o'yin amaliyoti yo'q bo'lgan futbolchi qanday holatga kelib qolishini esa ya'ni kecha El Clasico'da guvohi bo'ldik. Va jamoaning muhiti. Kecha Real Madridda na lider futbolchi bor, na jamoaviy bir uzviylik bor. Yo'q, hech narsa yo'q. To'p kimnidir oyog'iga tushsa o'zi aldab nimadir qilmoqchi bo'ldi. Bu to'g'ri highlightslar uchun zo'r, muxlislar ko'rsa zo'r, voy ana bir o'zi tortdi degan gaplar yo'q, lekin do'stlar bu yoqda bir o'zi tortmoqda emas. Bu yerda aslida jamoaviylik yo'q. Ya'ni jamoa bir-birini qabul qila olmayapti. Hammasi menga o'tib qolgan, eng qizig'i. Ha, men bo'lib qolgan. Vinicius to'pni oladi, aldida harakat qiladi, pas beradi. Ha, vaziyatlar bo'ldi. Misol uchun agar Real Madrid o'sha vaziyatlardan foydalanganda bu fikrlar o'zgarardi deyishingiz mumkin, lekin yo'q. Kecha shuni olib turib o'yini bitta ko'rilsa, bundoq qaralsa bitta lider o'yinchi yo'q, na o'yini tortadi yoki umumiy jamoa kelishib bir o'yin o'ynalmayapti. Hamma men o'zi bo'lgan. Hamma o'zi o'ynab yuribdi va bu falokat. Bu jamoa uchun falokat hisoblanadi. Va Xabi Alonsoga tugatib qo'yaman fikrimni. Xabi Alonsoni ketishida rahbariyat aybdor deyishdi, rahbariyat tomonni olmadi deyishdi. Ha, to'g'ri, rahbariyat murabbiyni tomonni olish kerak. Rahbariyat murabbiyni g'oyalariga ishonish kerak. Ammo bu yerda yana bitta katta faktor bor, asosiy faktor bor, bu futbolchilar. Futbolchilar xohlamadi u murabbiyni. Futbolchilar istamadi u murabbiyni g'oyalarini. Futbolchilar istashmadi u murabbiyni uslubi bilan o'ynashni. Ya'ni o'yinchilar ochiqchasiga nima deydi, namoyon etdi murabbiyga bo'lgan nafratini, bir unga nisbatan uni g'oyalariga qarshi bo'lgan bir munosabatini ochiqchasiga, e'tirozlarini ochiqchasiga bildirdi. Va xuddi shu narsani men Barselonada aytmoqchiman. Barselonada nisbatan olgan, lekin bu darajada emas. Masalan, Kiki Setien degan murabbiylar kelgan paytda jamoa o'ynaganda, o'sha murabbiyning rejasi bilan o'ynagan. O'sha murabbiyning tizimi bilan o'ynagan baribir. Ammo Real Madrid shunday qila olmadi va misol uchun Real Madrid aynan Xabi Alonso rejasi asosida o'ynalgan o'yinlarni yutdi. Uni rejasi, uni xohishlari, u buyurgan vazifalarni bajarishganda yutdi. Misol uchun birinchi bu mavsum Real Madrid ikkita o'yinda zo'r o'ynadi. Birinchisi murabbiyni o'yinini o'ynab turib, futbolchilar Xabi Alonsoning rejasini o'ynab turib, birinchi El Clasico'ga qarshi o'yinda Barselonani yanchib tashladi desak ham bo'ladi. O'sha o'yinni hamma aytdi, ha, yanchib tashladi. Umuman juda ajoyib o'yin bo'ldi. Juda qattiq pressing va Barselonani 2-1 hisobda yutib oldi. Ikkinchi o'yin esa Bavariyaga qarshi bo'lgan o'yin. Va unda umuman murabbiyning uslubi yo'q.
Chunki gollarni ko'rsak ham o'shanda darvozabon xatosi tufayli birinchi gol, ikkinchisi esa jarima zarbasidan gol bo'lardi. Bu esa sportchining individual mahorati va jamoaning xatosi orqali. Bu yerda umuman murabbiyni bir rejasi yo'q. Ikkinchi o'yinda aynan futbolchilarning o'zi shunday o'ynagan edi. Bavariyaga qarshi o'yinda. Maylida, hozir o'tib ketgan o'yinga to'xtalib qoldim, ming bir uzr. Lekin jamoani munosabati bo'lishi kerak-ku, holatini tushuntirib bermoqchiman. Ya'ni ikkita dona butun boshli mana shu mavsum ichida ikkita dona zo'r o'yin ko'rsatdi. Xolos Real Madrid. Va Xabi Alonsoni u holat tutmoqda va endi o'ylashimcha futbolchilar buni tushunib yetishgan. El Clasico'ni tomosha qilyapman. Lider futbolchi yo'q. To'p aynan boshqaradigan, bunday bo'lishi kerak. Hamma Bellingham o'zini bir nimalar qilib yuribdi. Trent Alexander-Arnold bir nimalar qilib yuribdi. Chouameni, Kamavinga ular yo'q o'yinda. Ular yo'q. Faqat fol qilganda ko'ryapmiz. Vinicius esa umuman Vinicius to'pni oldi, aldab kirishga harakat qildi. Garcia zo'r o'ynadi. Vinicius bir qarshi hujumga chiqib ketdi. Vinicius qandaydir bir yaxshi paslar berdi, ammo bu ya'ni mana berdi-ku deb turib optirib bitta-ikkita kadrni ko'rsatiladigan holat emas. Jamoaviy futbol bu o'zi umuman. Misol uchun Barselonani oladigan bo'lsak, Barselona bir nechta biriga bir vaziyatlarga chiqib ketishiga oz qoldi. Va Ferran Torres foydalana olmagan vaziyatlar, Marcus Rashford foydalana olmagan vaziyatlar, barchasi darvozabonni o'ziga tepdi. Bunga to'xtalamiz yana. Jamoa kelishmagan, jamoada jamoaviylik ham, uzviylik yo'q umuman, hamma o'zi bo'lib yurdi. Men va mana shu Real Madridda asl holati do'stlar. Real Madrid asl. O'sha Chouameni bilan Valverde o'rtasida bo'lgan urush bu haqiqiy Real. Mana umuman Real o'zi shunday edi. Real shunday bo'lib qolgan edi. Xabi Alonso shuning uchun ham ketdi. O'z iste'fosini o'zi e'lon qilib ketdi. Men ketaman. Nima uchun? Chunki holat o'zi shunday edi. Bu yerda jamoani matbuoti qancha maqtab chiqarmasin, Florentino Perez har qancha gapirmasin, bol yo'q, bizda hammasi yaxshi demasin, lekin jamoaning ichki muhiti o'zi shunday edi. Va mana bu endi namoyon bo'lmoqda. Aytishingiz mumkin, jahon chempionatidan oldingi holat, shuning uchun shunday o'yin bo'ldi, yoki-da o'yinchilar shu o'zini asramoqda, yoki uncha muhim bo'lmagan o'yin baribir Barselona Do'stlar, avvalgi El Clasico umuman qaralmas edi. Avvalgi El Clasico hech narsani hal qilmaydi. Bu ochkolar hech narsani anglatmaydigan bir ochko bo'lsa ham u o'yinda jang bo'lardi. U o'yin bir tala-to'p bo'lib ketardi. Men ko'rgan har bir El Clasico shunday bo'lgan. Ammo mana bunisida esa bunday oqlashlar, bu qulog'idan tortib kelish bu unchalar to'g'ri emas. Va Real Madrid futbolchilarini qilishi kerak bo'lgan ish bu endi faqatgina Arbeloa ketadi, o'rniga Mourinho keladi deyshmoqda hozirda va balki o'zgarar qarorlar, yana boshqa murabbiyni ko'rib chiqishar. Kim kelishidan qat'iy nazar okey boss, xo'p bo'ladi boss degan bir pozitsiyaga o'tish kerak bo'lchilar. O'shanda hammasi yaxshilanadi. O'shanda Real Madridda himoyada muammo bor, himoyani yaxshilash kerak va Real Madridga haqiqiy o'yinni boshqaradigan bir markaziy futbolchi kerak. Tayanch futbolchi, xuddi Modric, Kroos bir orqani nazoratga oladigan olish shart uni. Transfer qilish kerak. Bog'lamlarni kuchaytiradigan. Misol uchun yarim himoyani ikki qanotida o'ynaydigan futbolchilar yetarli. Yoki yuqoriga chiqib o'ynashga Bellingham, Valverde'lar bor. Ammo yarim himoyani to'liq ushlab, bog'lamlarni bog'lab beradigan, hujumni boshlab beradigan ijrochi yarim himoyachi yo'q. Real Madridda hujumda muammo yo'q. Hujumda hatto mana shu Gonzalo Garcia'dagi ham o'yin amaliyoti bir top futbolchi qilib yuborsa bo'ladi uni. Chunki klublar o'rtasidagi jahon chempionatida ko'rdik-da uni. U yerda ko'pchilik jiddiy o'ynamadi deyishdi, boshqa deyishdi, lekin baribir ham futbolchini potensialini inkor qilib bo'lmaydi u paytda.
Qilishi kerak bo'lgan ish mana shunday va jamoa va futbol bu jamoaviy o'yin. Har qancha lider bo'lmasin. Hozir bilan podkastda gaplashganimizda aynan mana shu narsaga to'xtalib o'tgan edilar. Futbol bu jamoaviy o'yin. Jamoaviy o'yinda esa jamoa g'alaba qozonadi. Lider futbolchi emas. Lider futbolchi har qancha kuchli bo'lmasin, har qancha zo'r bo'lmasin, lekin jamoa bo'lib o'ynamasa, jamoa bilan birga o'ynamasa, hech qachon bir natija qila olmaydi. Mana Real Madridni bu yilgi, bu mavsumgi o'yinni ko'rib bemalol aytishimiz mumkin. Jamoa yo'q edi. Shu sababdan ham Real Madrid La Ligadagi oddiy bir jamoalarga yutqazib qo'ydi. Ochko boy berib qo'ydi, qiynalib yutib oldi. Jarima maydonchasi tashqarisidan tepib gol urishlar bu kechirasizlar, murabbiyda reja yo'qligidan o'yinchi uzoqdan turib zarba beryaptimi, u o'zini potensialidan, o'zini xohishidan kelib chiqib turib beriladi bunday zarbalar. Bu rejada san uzoqdan tepib gol urasan degan bir bo'lmaydi. Murabbiyning vazifasi, o'zi umuman murabbiylarning vazifasi to'pni jarima maydonchasining ichiga olib kirib berish. Hujumchining vazifasi esa o'sha to'pni darvozaga joylash. Bo'ldi. Boshqa narsa yo'q. Realga umumiy qilib turib, Realning xulosasini aytamiz. Realda jamoaviylik yo'q. Hamma o'zi bilan o'zi va bosh-boshdoqlik deymiz. Xuddi o'shunaqa hamma men bo'lib yotibdi. Bular agar kelishib, davay o'ynaymiz desa zo'r jamoa bo'ladi. Agar shunday davom etsa, bularni tarqatib Real Madridga yangi o'yinchilar olib kelib turib terish kerak. Mbappe haqida aytmayman. O'zi umuman Real holatda ko'pincha Vinicius, Mbappe aybdorlanadi. Mbappe bo'lmagan o'yinda Real Madrid g'alaba qozongan, bitta o'yinda mag'lubiyat bu, mag'lub bo'lgan bu deyishdi. Lekin mana Barsaga qarshi o'yinda Mbappe yo'q va jamoani shunchaki holati qaranglar-da, bir narsa bor. Mayli, bir o'yinchi buzishi mumkin jamoani yoki ikkita futbolchi kelisha olmagani uchun tizimda qandaydir muammolar bo'lishi mumkin, lekin hamma futbolchida shunday bo'lishi bu yaxshi holat emas. Misol uchun Chouameni hamda Valverde o'rtasida bu faqat bu ikkalasidagi muammo degani emas, balki boshqalarda ham shundaydir. Balki biz bilmayotgandirmiz, balki Xavs bilan Rudiger o'rtasida shunday muammo bo'layotgandir. Trent Alexander-Arnold bilan Carvajal o'rtasida shunday bir mojaro bo'layotgandir. Ular kelisha olmayotgandir, balki ular bir-biri bilan xuddi shunday qo'pol gaplashayotgandir. Shunchaki bu narsa jamoa ichidan hali sizib chiqmayapti. Valverde bilan Chouamenining voqeasi esa sizib chiqib keldi. Shu sababdan ham biz Real Madridning asl holatini ko'ra olmadik deyish bu xato. Biz aksincha Real Madridning asl holatini ko'rdik. Real Madridning bu mavsumdagi asl holatini ko'rdik. Ular mana shunday bo'lib qolgan edi va shu sababdan ham Xabi Alonso jamoani tark etdi. Endi Barselonaga keladigan bo'lsak, Flickning dogmatik futboli uchun xuddi Arsenalga o'xshagan zaxira bo'lishi kerak. Misol uchun Arsenal jamoasi, klubi zaxira futbolchilarni taxlab tashladi-yu, maylan ular qaysidir ma'noda bir qovun tushirib qo'yar, yaxshi o'yna olmas, bir qanaqadir ijroda bir intellekt yetishmay qolishi mumkin qaysidir vaziyatlarda, lekin baribir bu nomlar bor-da. U nomlar misol uchun ikkinchi taymni bir 30 daqiqasini, 20 daqiqasini o'sha o'yinni uslubini, o'sha rejani buzmasdan turib o'ynab beradigan o'yinchilar bor-da. Barselonada o'shalar yo'q. Flickning dogmatik futboli uchun mana shunday zaxira bo'lishi shart. Ayniqsa himoyada sinxronli bo'lish kerak. Barselona bu zo'rmidi? Yo'q. Barselona zo'r emas. Barselona ahvoli yaxshimi? Yo'q, yaxshi emas. Barselonada o'sha butun boshli mavsum davomida aytilgan haqiqat bir gap, hamma gapirdi buni. Barselonada haqiqiy markaziy hujumchi yo'q. Misol uchun Marcus Rashford nechta birga o'xshagan vaziyatlarga chiqib ketdi, borib darvozabonni o'ziga tepdi. Ferran Torres birga o'xshagan vaziyatda chiqib ketdi, darvozabonni o'ziga tepdi. Siz aytishingiz mumkin, yo'q, Kurtuva qaytardi deb. Kurtuva o'ziga kelayotgan to'pni qaytardi. Ferran Torres bitta bir zarba berdi, o'sha nima deydi, qaytarib bo'lmas nuqtaga qolgan hamma zarbalar darvozabonni o'ziga bo'ldi. Bunday kechirasa, bunday zarbani qaytaradi. Hatto o'sha Rafinha ham tushib turdi. Ikkinchidan endi to'g'ri Rafinha jarohatdan qaytib tushdi. Yaxshi, lekin tepdi baribir u ham darvozabonni o'ziga zarba bermoqda.
Darvozabon o'zi egallab turgan pozitsiyada darvozabonga tepilgan to'pni darvozabon qaytaradi. Просто darvoza yo to'pni ushlab qoladi yoki qo'ldan chiqarib yuboradi. Va bu esa Barselonada klass yo'qligi, ya'ni o'sha nuqta qo'yishga bo'lgan klass yo'qligi namoyon. Lekin Markus Reshfordning o'sha jarimadan urgan goli bu shedevr. Mana shohasar haqiqatdan ham. Va Olmoni fenomenal darajada pasini golga aylantirgan Ferran Torresga avvalambor rahmat deyish kerak. Ishoning, barcha rahmat desin. Real Madrid futbolchilari, siz ham rahmat devoring. Chunki u pasni uvol qilish, bilmadim, bir onadan so'kishi bilan barobar bo'lib qolardi. O'sha yerda golga aylantirdi. Va Barselona qilish kerak bo'lgan ish himoya olish kerak va zaxiraga ham himoyachilar kerak. Bir yaxshi sinxron o'ynaydigan himoyachilar. Bir vaziyatlarni o'sha Viniciusga qo'yilgan nomi esimga kelmayapti, to'g'risi ismini unutib qo'ydim. O'sha futbolchi yaxshi o'ynadi. Viniciusga qarshi uchtalab qaytarishdi. Keyin pressingda yaxshi bo'ldi, lekin baribir Barselonada shu nuqta qo'yadigan o'yinchi yetishmadi. Barselonani bitta yutug'i ularda jamoa zo'r, jamoaviy muhit zo'r. O'yinchilar bir-birini tushunadi. Ya'ni qo'lidagi bor resursni istalgancha shuna qo'ysa o'ynab ketadi o'yinchi. Chunki futbolchilar bir-birini tushunadi. Futbolchilar o'rtasidagi muhit yaxshi-da. Real Madridda mana shu muhit yaxshi bo'lmagani uchun ham Real Madrid bu mavsum o'yna olmadi. Mana agar shu muhit yaxshi bo'lganda, jamoa yaxshi bo'lgan, futbolchilarning o'rtasidagi munosabat bir-biri bilan yaxshi bo'lganda, natija ko'rsatishi mumkin edi va Barselonadan ko'ra yaxshiroq natija ko'rsatadi Real. Chunki Realda baribir resurs yaxshiroqda. Realda o'sha yarim himoya va hujum yaxshiroqda baribir nisbatan Barselonaga qarang. Mayli, himoyasi bir xil rasvodiylik, lekin Real Madridda nuqta qo'yadigan futbolchilar Barselonanikidan ko'ra yaxshiroqda. Shu tomonlari bor. Barselonada mana shu muammolar. Hansi Flickning bu dogmatik futboli uchun zaxira kerak va Barselona mana bu yozda kunidan so'ng rahbarlari o'tirib Flick uchun futbolchilar olib kelib berishligi kerak. Ana shunda Flick natija ko'rsatib bera oladi o'sha Chempionlar Ligasida ham va boshqa Ispaniya kuboklarida. Chunki mana Flick rejasi ishlash uchun hammani sport formasi 100% bo'lishi kerak va hamma o'z vazifasini 100% bajarish kerak-da. Va u uchun zaxira ham bo'lishi kerak. Ya'ni u futbolchini rotatsiya qilib o'ynashi, Flickni futbolda o'ynash bu juda katta jismoniy kuch talab etadi. Shuning uchun agar zaxira bo'lmasa, mana bir mavsum Flick bir mavsumda zo'r o'ynadi futbolchilar, bular travma olmasa ekan, travmaga chidamli sport formasi yaxshi ishlaydi deyishdi, lekin mavsum tugadi. To'g'ri, mavsum oxirida o'zi muammolar, travmalar boshlandi, mavsum tugadi, yangi mavsum boshlandi-yu, muammo. Jarohatlar. Bunga sabab nimada? Sabab sport forma ko'tarib berish, yuklamani ko'tarib berish qiyin. Bu futbolchilarning jismoniy holati nimjonligida emas, aksincha u yuklama shu darajada kattaki, rotatsiya qilib turib o'ynatishga o'yinchi qolmagan. Shuning uchun ham Flick u yoqdan bu yoqdan oldi. Lekin Barselonaning yutug'i futbolchilar murabbiyga ishonadi. Futbolchilar murabbiyga bo'sdek, otadek qarashadi va futbolchilarning o'rtasidagi munosabati yaxshi. Shunchaki Flickning dogmatik futboliga yaxshi zaxira, yaxshi himoya kerak. Ya'ni zaxira futbolchilar olib kelish kerak va asosiy bitta aniq zo'r o'ynaydigan markaziy hujumchi shart. Bo'lmasa Ferran Torresga kuni qolib ketadi Barselonani. Xo'p, do'stlar, Klasikodan oldin Arsenal hamda West Ham o'yini bo'ldi. APLda o'yin yonmoqda do'stlar. U ikkita o'yin qoldi. Uchtami? Ikkita o'yini qoldi. Arsenalni Manchester Cityda 4 ta o'yin qoldi. 4 ta o'yin qoldi, chunki hali Chelsea bilan ham kubok final o'yini bor. Oxirgacha boradimi deyman-da. Ya'ni mana shu 38-turda aniq bo'ladi kim chempion bo'lishi. APL bu mavsum yondi do'stlar. Arteta bu deymiz, lekin raqobatli futbol mana shu-da. Ya'ni siz hamma o'yinni ko'rasiz. Hatto u pastki jon saqlab qolish uchun kurashayotgan Tottenham, West Ham, hatto ularning o'yini ham zo'rda. Zo'r o'yin bo'ldi. Bunga endi keyingi safar to'xtalamiz. Bizni hali Chempionlar Ligasi o'yinlari ham kutib turibdi.
Bu aynan, mana shu El Clasico'ga bo'lgan munosabatim, fikrlarim edi. Fikrlarim qanchalar to'g'ri va bu fikrlarning qanchalar qo'shilasiz va qo'shilmaydigan joyingizni esa izohlarda yozib qoldirib keting. Men albatta o'qiyman. Bu esa kanalimizda yana bir yo'nalish. Ana shunday yo'nalishni yo'lga qo'ydik va mana shunday yo'nalishda videolar ham chiqib turadi. E'tibor uchun rahmat kattakon. Albatta like, komment hamda obuna bo'lib qo'yishni unutmaysiz degan umiddaman. Barchaga rahmat. Ko'rishguncha xayr.